What's new? Darhol yetib kel. Hech kim yo'q shekilli. Uzmedia.tv saytida premyera. Oyi, kechiring. Ko'rdingmi? O'tirik. Bizdan nima istaysiz o'zi? Sizga bir gap aytmoqchi edik. Yangi ma'lumotlar paydo bo'ldimi? Yo'q, afsuski unday emas. Xullas 15 yil haqiqatdan tez o'tib ketdi. Nima deyishga ham hayron bo'lib turibman. Suvji ishi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortish muddati keyingi hafta tugaydi. Javobgarlikka tortish muddati? Bu nima degani? Birinchi marta eshitishim. Har bir ishni ko'rish bo'yicha belgilangan vaqt bor. O'sha muddat o'tgach, ushbu jinoyat uchun shaxsni javobgarlikka tortish imkoniyati yo'qoladi. Hozir bu muhlat 15 yil etib belgilangan. Yillar o'tgach, voqealar esdan chiqadi. Dalillar ham o'sha holda saqlanishini hech kim kafolatlamaydi. Dalillar saqlanishi? Mana. Hammasi shu yerda. Nima kerak bo'lsa marhamat ko'ringlar. To'plab qo'yganman. Bular xotiradan chiqib ketishi mumkinmi? Buning ustiga jinoyatchi uchun qilgan ishiga pushaymon bo'lishiga 15 yil yetadi deb hisoblangan holda. Bo'ldi, bas qil. U pushaymon bo'lgani aniqmi? Kim aytdi buni? Taqdirim haqida o'yladingizmi? Sho'rlik bolamchi? Senga nima deganda?
Kelganimiz uning ahvolini battar yomonlashtirdi. Kamiga men ham asabiylashyapman. Shunchaki bildirishnoma jo'natish kerak edi. O'g'ri bo'lganimiz yetmagandek kaltak ham yeb oldik. Detektiv! Va'dani unutdingizmi? Albatta topaman degansiz. Nega endi gapingizda turmayapsiz? Hammasi shunday tugashiga rozimasman. Montaj. Salom, detektiv Soman. Aytingchi, mabodo shu kunlarda jinoyat sodir etilgan joyga kelmadingizmi? Tushunmadim. Nega u yerga borishim kerak? Kimdir gul tashlab ketibdi. O'sha siz emasmi deb qiziqib so'rayotgandim. Gul? Ha, lekin kim bo'lishi mumkin? Bilmayman. U joy faqat politsiyaga ma'lum edi. Hayron bo'lib qoldim. Alo? Alo? Detektiv? Kechroq sizga qo'ng'iroq qilaman. Shoshmang. Detektiv! o'n 14-iyul. Jinoiy javobgarlikka tortish muddati tugashiga 5 kun qoldi. Juda ehtiyotkorona harakat qilgan. Hech qanday barmoq izlari topilmadi. Politsiya esa aksincha eng asosiy dalilga tegdi. Kamiga qo'lqop ham kiymagan. Shunchaki qattiq jahlim chiqdi. Topganimiz seni barmoq izlaring bo'ldi. 왜 형이 왜 나오는 여기? 야, 아이 저 더러운 새. Sojin, jinoyatchi sensan. Axir shunaqa bo'lib chiqyapti-ku. Bu yerga tunda kelish shartmidi? Ha? Og'ayni. Allaqachon ketib qolgan deb o'ylamayapsanmi?
Ehtiyot bo'l, o'g'ri. Seni albatta topaman. Bo'lishi mumkin emas. Qildirak izlari yaqinda tushgan, lekin nega faqat bitta? U qaytib keldi. Aniq o'sha. Demak, mashinasini katta yo'ldan chetroqqa qo'yadi. Tepalikdan tushib kelib, ishini bitirgandan so'ng orqaga qaytib ketadi. Juda ham mug'ambir ekan. 15 yil avval jinoyatchi o'g'irlangan furgonni aynan shu yerda qoldirgan. Kuzatuv kameralari mana shu yer va gul qoldirilgan nuqtalarda bor ekan. Mashina qo'yilgan joydagi so'qmoq katta yo'lni kesib o'tadi. U keyin qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Guldasta. Qorong'u tufayli u kamerani ko'rmagan, lekin bilganida albatta tushib qolmaslikka harakat qilib, bu yerga qaytib kelmasdi. Joyningdan to'yganmisanlar deyman. Nima, yo'lni to'sib olganmisan? O'lib ketmagin yana. Nima deding? To'xta! Qo'lingdan kelsa e'tibor. To'xta! To'xta dedim. Aniq shimol tarafga ketgan deb o'ylayapman. Bu yo'l daryo bo'ylab taxminan 5 kilometrcha davom etadi. Katta yo'ldan mashina turgan joygacha 15 daqiqa piyoda yuriladi. 5 daqiqa mashinani o't oldirish va yo'lga chiqishga qo'shamiz. Demak, tungi 1:40 va 1:50 lar atrofida o'tib ketgan bo'lishi kerak. Lekin u yerda kuzatuv kamerasi yo'q. Yo'lni o'sha qismidan o'tgan video registratori bor mashinani topish lozim. Bu yer ancha tor. Ro'paradan kelayotgan mashinaning kamerasiga raqam albatta tushib qolgan deb o'ylayman. Kallangga qoyilman. Ha. Video registratori bormi? Mashinangiz bo'yicha qo'ng'iroq qilyapman. Rahmat. Qiz o'lgan joyga kimdir gul tashlab ketibdi. Yana jinoiy javobgarlikka tortish muddati tugashidan avval. Shu kundagi ishlaring bilan shug'ullangan. Avval qo'limdagini tugatib olay. Kuydim. Meni to'xtatishga urinmang. Hey, orqangga qayt. 3 gacha sanayman. 1, 2, 3. Ablah ekansan. G'ildiraklar yeyilishi o'rtasidagi farqqa qara. Haydovchi tomondagisi o'rnatilganiga taxminan 1 oycha bo'lgan. Kanvon politsiyasi. Janoblim, sizmisiz? Ha, rahmat. Aytingchi, mashinangizda registrator bormi? Ha. Bor. Bor, bo'ldi, tushundim. Topdim. Qarama-qarshi kelayotgan mashinalarni eslab qoldingmi? Albatta, og'ayni. Soat 1:40 dan boshlab u yerdan Krakasur Moskva kurgan, shularni Tushunmadim. Eshiting, mashina markalari: Gradus, Cruz, Matiz, Sonata, Musso, Carnival, Grandus, Avant, BMW, xuddi shu tartibda. Nimasi G'alati usul ekan. Shoshmang. Hey, adashmasam ikkita Carnival edi. Ha, men ham aynan shunaqa ko'rdim, ha. Matiz 13:28. Keyin esa Sonata 26:69. Mana u kelyapti. Musso 38:76. Birinchi Carnival. Nega raqamlar yopiq? Sherigim bilan ovora bo'lib borib keldik. Bu raqam noto'g'ri. Ma'lumot olmasam Bunaqa bo'lmaydi. axborot bera olmayman. Iltimos, bir martagina. Bor yo'q ahmoq. Iltimos, shoshmang. Gapimni eshiting. Ey, maraz ekansan. Parkovkalarni tekshiramiz. Avval kichikroq doirada ishlaymiz. Keyin esa hududni kengaytiramiz. Unda ham topilmasa, yanada kengroq olamiz. Tushunarlimi? Chunchonni o'zida bunaqa mashinadan 450 dan oshiq bor. Bu xuddi pichan ichidan igna qidirgandek gap. Tuzukroq harakat qil, dangasa.
Bugun yana ishga kelmadimi? Ha, yo'q, Hozir men uni Sir, shoshmay turing. Imkon bo'lsa unga biroz xalaqit bermasangiz yaxshi bo'lardi. tushunmadim. Nima? Ishxona senlarga maynavozchilik bo'lib qoldimi? Xohlagan paytda kelasan, ketasan, qachongacha shunaqa bo'ladi? To'xtang. Bugun bilsangiz aynan o'sha kun. Qaysi? 18-iyul. Javobgarlikka tortish muddati tugashiga 9 soat qoldi. Oyna, qayerdasan? Hali ham bozordami? Ketib qolma, tez orada yetib boraman. Kelib nima qilasan? Undan ko'ra garajlarni tekshir. Iltimos, shunchaki meni kutib turgin. Xush kelibsiz. Marhamat, buyurtmangiz. Yoqimli ishtaha. Ikkita sho'rva bering. Ikkitami? Ikkita sho'rva suzinglar. Tushundim, xo'p bo'ladi. Sizga ham sho'rvami? Yana bitta qo'shib yubor. Tushundim, jami 3 ta bo'ldi. Detektiv, seni hamma yoqdan izlab yuribman. Qayerda sang'ib yuribsan? Kechirasiz, bitta savolim bor edi. Buyurtmangizni olib keldim. D
49-39. 70 da 49-39. 49-39. 70. Raqam qalbaki ekanmi? Olib qochilgan mashina raqamdan foydalangan. Muttahamligini qarang. Kallasi yaxshi ishlarkan. Detektiv. Shu mashinada boshqa joylarga ham borgandir. Balki yo'lda kimdir uni yuzini ko'rgan bo'lishi mumkin. Yuring. Menimcha o'sha yerga qaytib borib. 2 soatdan kamroq vaqtimiz qoldi. Nima? Javobgarlik muddati 2 soatdan keyin tugaydi. Demak, aytmoqchisizki, Hammasi tugadi. Uni esdan chiqaring. On 9-iyul javobgarlikka tortish muddati tugadi. Ehtiyot bo'l. Choy qaynoq. Xagyon xonim. Javob ber. Yana o'sha ayolmi? O'sha ochilmagan ish tufayli ketmoqchimisan? Unaqa emas. Ko'zlaringda shundoq sezilib turibdi-ku. Seni ogohlantirgandim. Menga qara. Ovozli xabar keldi. Politsiyachini butun e'tibori faqat bitta ishga bog'lanib qolishi to'g'ri emas. Qo'ldan kelgancha harakat qilding. Hayot esa davom etadi. Boshqa ishlar bilan shug'ullan. Maslahatim shu. Kechiring. Lekin bu safar aytganingizni qila olmayman. Qachon quloq solgansan o'zi? Ovozli xabar keldi. Birinchi xabarni eshitiraman. Xagyonman. Qizimning ishi bilan o'zim shug'ullanaman. Ba'zi shaxslar bo'yicha ma'lumotlar kerak. Yordam bering. Bu so'nggi iltimosim bo'ladi.
Oyijon! Nima bo'ldi, bolam? Sekinroq yur, qoqilasan. Qani, mahkamroq ushla. 1 2 Mahkam ushlagansan-a? Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir DNKda bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Telefon jiringlab qoldi. Javob beraychi, hozir kelaman. Alo. Alo. Kimsiz, gapiring? Oyijon! Bolam. Bolam! Yetkazildi. Davom et. Yaxshi ishlading. Tashqarida ahvol qanaqa? Hammasi tinch. Bo'pti, ishingni qil. Xo'p, sir. Kang, biroz damini ol. Janob Xan, har tarafga alanglamang. Shunchaki xotirjam yuring. Keyin biz tomonga ham qaramang. O'zingizni tabiiy tutishingiz kerak. Ha, qizingiz bom qaysi arg'imchoqda o'tirganda? Juda soz. Siz qayerda bo'lgansiz? Iltimos, o'zingizni hech narsa yuz bermagandek tuting. Bom. Bobojon! Bom. Jinoyatchi shu atrofda turgancha sizni kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Shu sababli hech kimning diqqatini jalb qilmaslikka harakat qiling. Qizing meni qo'limda. Kim bor? Javob berasizmi? Kimsiz? Kechirasiz, sir. Bugun ishlamaymiz. Nima balo? Eshikni yopishni unutibmanmi? Yaxshimisiz? Kecha shu yerda bo'lgan voqeani eshitgandim. Juda xunuk ish bo'ldi. Qanaqadir ahmoq bir yigit to'satdan xotinimga urilib yerga qulatdi. Mana oqibati. Belidan yaxshigina jarohat olib, endi kasalxonada yotibdi. Yo'q joydan tashvish chiqib turibdi-da. Mabodo uni yuzini ko'rmadingizmi? Albatta yo'q. Axir men oshxonada edim. Zalda bo'lganimda hozir o'sha yaramasni o'zi kasalxonada yotgan bo'ladi. Ayolingiz uni eslab qolgan bo'lishi mumkinmi? Qattiq itarib yuborgan bo'lsa, qanday qilib qarashga ulguradi? Tabiiyki, yuzini ham ko'ra olmagan. O'zingiz bo'ylab ko'ring. Aslida uni qidirib topishim shart. Davolanish xarajatlarini to'lamaydimi? U qaysi stolda o'tirgandi?
Ana bu yerda. Xotinim bemalol patnisni ko'tarib, buyurtma olib kelayotgan bo'lgan. Shu vaqtda kutilmaganda taq. Yaxshiyamki, o'ta jiddiy jarohat olmadi. O'sha yaramas qo'limga tushsa bormi? Bu soyabon. Tezgina qochib ketganiga qaraganda unutib qoldirganga o'xshaydi. Bir daqiqa. Nara bank. Xotirjamlikni saqlang. Hamma tayyormi? Javob bering. Alo, Politsiyaga xabar berma degandim, ha? hech kimga aytganim yo'q. Meni laqillatishga urinadigan bo'lsang, qizingni boshqa ko'rmaysan. Ishoning, sizni aldamayapman. O'zingcha meni ahmoq qilmoqchimisan? Chin so'zim, yonimda hech kim yo'q. Yolg'on gapiradigan bo'lsang, qizingdan ayrilasan. Yoki hozir o'ldirib qo'ya qolaymi? Bir o'zimman deb aytyapman-ku sizga. Ertalabgacha $50,000 naqd pul tayyorlab qo'y. Qizim tirikligini qanday bilsam bo'ladi? Shuni isbotlab berasizmi? Alo. Alo. Hammasi joyida. O'zingizni juda yaxshi tutdingiz. U yana aloqaga chiqadi. Qayerda ekani aniq bo'ldimi? Deyarli ushlagandik. Suhbat yana bir necha soniya. Xonim, sizga nima bo'ldi? Biror narsa desangizchi. Mazasi qochdimi? Nafas oling. Nafas oling. O'ziga keladimi ishqilib? Yostiq beringlar. Bu qanaqasi? Nega sog'lig'i qanaqaligi haqida hisobotda yozilmagan? Shokka tushib qoldi shekilli. Chol qani? O'yin maydonchasida. Bor olib kel, ahmoq. Xo'p. Qayoqqa ketyapsan? Bu tarafda-ku. Ha? Ay, yaramas qayg'uga yo'qoldi-ya, yaramas chol. Qayerdasan? Buni o'tgan yili sovg'a sifatida VIP mijozlarga taqdim etgandik. O'shanda xizmat ko'rsatish bo'yicha birinchi o'rin olganmiz. VIP mijozlar? Ha, xuddi shunday xonim. Aytingchi, ularning soni juda ko'pmi? Adashmasam, kamida nega bu haqda qiziqyapsiz o'zi? A? Aytingchi, ishingiz soat nechida tugaydi? Nima? Kapitan, u qo'lga tushdi. Nima? Qayerda? Sungjo. Mapo bog'ida. Ketdik. Nahotki birontayam guvoh topilmagan bo'lsa. O'sha joy ko'zdan panada joylashgan. Bog'ning ichida deb ham bo'lmaydi. Aytishlaricha, u yerdan odamlar ham o'tmas ekan, umuman. Xuddi shu sababli o'sha yerni tanlagan. Bunday qilishi bekordan bekor emas. Telefon budkasiga kelsak, go'shak va boshqa joydagi barmoq izlari o'chirib chiqilgan.
Yana biron gap bormi? Obyektdan topilgan soch va sigareta qoldiqlarini kriminalistik laboratoriyaga jo'natdik. Qo'ng'iroq qilganida eshitilgan begona shovqinlar esingizdami? Qiziq tarafi, o'sha bog' mashinalar o'tadigan yo'ldan ancha uzoqda. Avtomobillarning ovozi telefongacha yetib kelmasligi aniq. To'g'ri, tinch, sokin joy, lekin har holda vakuum emas-ku. Yo'lgacha nari borsa 300 metr chiqsa kerak. Eng qiziq tarafi, u yerga borganimizda chirildoqlardan boshqasini ovozi eshitilmagandi. Lekin jinoyatchi bizga go'yoki shaharni o'rtasidan qo'ng'iroq qilayotgandek tuyuldi, ya'ni o'ta shovqinli joydan. Turgan joyini aniq topganmisiz ishqilib? Ha, taksofondan bo'lgan qo'ng'iroq aynan o'sha nuqtada amalga oshirilgan. Keyin suhbatni ham yozib olganmiz. Ammo atrofdan kelayotgan shovqin mos tushmayapti. Maslahatim quloqingni tozalatib yubor. Ey, asosiy shiorimiz esingdan chiqmasin. Eng muhimi dalillar, unutdingmi? Ha? Jabrdiydani taniydiganlarni moliyaviy holatini sinchiklab tekshirib chiqinglar. Aytgancha, sen o'tmishdagi shu kabi ishlarni o'rganib ko'r. Gap bolakay hayoti haqida ketyapti. Bu muammoni 24 soat ichida hal qilishga ulgurmasak, qizcha tirik qolish imkoniyati 2 baravar kamayadi. Tushunarlimi? Ha, sir. Qo'yib yuboring. Iltimos, meni chiqaring. Bunday qilish mumkin emas. Xavotir olmang. Hech kimga aytmayman. Xotirjam bo'lishga harakat qiling. Har bir so'zingizni chuqur o'ylab, so'ng gapirsangiz bo'ladi. Imkon darajada ko'proq vaqt yutishga urinish lozim. Ko'rsatmalarimga qat'iy amal qilsangiz hammasi joyida bo'ladi. Tushundingizmi? Meni eshityapsizmi o'zi? Allo, eshitaman. U tirik ekaniga ishonch hosil qilmoqchimisan? 3 daqiqadan keyin yoningdan axlat tashiydigan mashina Barchani diqqatiga. O'shani sinchiklab tekshir. Ushlang uni. Xonim, tashqariga chiqishingiz noto'g'ri. Xonim, nima qilyapsiz? Aqldan ozganmisiz? Menga qarang. Ey, sizga gapiryapman. Qanaqa ayol bu? Ey, tushing. Ey, nima qilyapsiz chiqindilarni sochib? Ey, jinnimi bu ayol? Ey, menga qarang. Nima qilyapsiz?
atrofdagi buyumlarni ko'zdan kechir. Televizor, devor, gulqog'oz. Uyni devorga yopishtiriladigan gulqog'oz shekilli. Xo'sh, 97-yilda o'ldirilgan Suji degan qiz haqida eshitganmisiz? u qichani aniq eslayman. Ha, o'sha voqeaga 15 yil bo'ldi. Hozirgi ishga juda o'xshash. O'g'irlik yoz oyida yuz bergandi. O'shanda jinoyatchi belgi berish uchun aynan axlat tashiydigan mashinadan Xo'sh. foydalangan. Keyin harbiylar ko'tarib yuradigan sumkani ham ishlatgan. Xo'sh, oxiri nima bilan tugagandi? Javobgarlik muddati tugagani sababli ish ochilmay qolgan. Bola-chi? Qochib ketayotgan joyda jon bergan. O'lim sababi nima bo'lgandi? U ma'lumot menda yo'q. Unday bo'lsa qidirib top. Juda eski ish bo'lgani uchun ko'p dalillar saqlanmagan. Xuddi shu ma'lumotni bilish uchun hozir arxivga ketyapman. Qayerda ekan ha? Xo'sh, keyinchi. Yig'ilgan hujjatlar qayoqqa daf bo'libdi? Boya aytganimdek, muddat tugagani sababli hammasi yo'q qilingan. Darrov tozalab qo'yishibdimi? Arxiv xizmatchilari dangasa bo'lardi-ku. Endi nima qilamiz? Bitta chora qoldi. Birlamchi guvohlar bilan yana gaplashish kerak. Shoshmang, hozir 1 daqiqa. Gumondorning fotoroboti. Tergovni detektiv Sojin olib boryapti. Katmandu politsiya boshqarmasi. Sojin? Kim u? Kimsiz? Nima bu maynavozchilik? Men politsiyadanman. Kanchan? Bu ikki ish tasodif bo'lishi mumkin emas. Men arxivga ham bordim. Aniq o'sha ablah. Ha, nima bo'ldi? Bolani pulga almashish uchun qoq peshinni tanlagan. Yongsan stansiyasi, 5-platforma 4-ustun yonida. Ayol $50,000 olib kelishi kerak edi. Sekinroq yuring. Ha, juda yaxshi. Shunday joylashtiringki, ryukzak bizga yaqqol ko'rinib tursin. Platformada askarlar! To'xtang. Hech kim chiqib ketmasin. Qimirlamang. Hamma joyda tursin. To'xtang! Yaramas, bizni laqillatib ketdi. O'sha ekanidan gumonim qolmadi. Ishonching komilmi? Jamoamdagi yigitlardan boshqa hech kimni operatsiyadan xabari yo'q edi. Undan boshqa bo'lishi mumkin emas deb o'ylayapman. Yaxshi, o'g'ri aynan o'shadir. Lekin bir jinoyatni takrorlashni nima keragi bor? Qoyilmaqom tuzilgan reja.
Shu tufayli u o'tgan safar qo'lga tushishdan qutulib qolgan. Kapitan, bu menman. O'sha kunga almashish Yongsanda amalga oshirilgan ekan. Yongsan qoq peshinda. Ha, harbiylar sumkasini o'zi jo'natib, pulni o'shani ichiga solib. Harbiylar sumkasi? Ha. Shoshmay tur. Alo. Senga harbiylar sumkasini jo'natgandim. Oldingmi? Eslab qol, bugun soat 12:00 da $50,000 solingan sumkani Yongsang stansiyasi 5-platforma 4-ustun yonida qoldirib ketasan. Amaki. Amaki. Stansiyada uni yo'qotib qo'yganingdan keyin nima bo'ldi? Xo'sh? Ming la'nat! Politsiyachi degan shunaqa ham laqma bo'ladimi? Xo'sh? Sumkada anchagina pul bor edi. Hammasiga belgi qo'yilgan. Yaqinda biror yerdan albatta chiqib keladi. Endi u o'g'ri qachon do'konga borarkan deb kutib o'tiramizmi? Yo'q, unaqa emas. Kerakli dalillarni yig'ib oldik. Barcha nazorat punktlariga xabar berganmiz. Bular shundoq ham qilinadigan ishlar. Xullas diqqat bilan eshitlaring. Shu daqiqadan boshlab bu ish o'ta maxfiy hisoblanadi. Yana bir gap, kerak bo'lsa yana qo'shimcha xodimlar chaqiraman. Tushunarlimi? O'g'ri qizni onasiga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Uyga bir nechta odam jo'natish kerak. Kim u ming'irlayotgan? Pulni olib bo'lgandan keyin aloqaga chiqishni nima keragi bor? Eng ko'p kim zarar ko'rganini bilasanmi? Bu men, tushunyapsanmi? Hali qarab turlaring. Matbuot bu ishga darhol yopishib oladi. Hech biringdan foyda yo'q. Jinoyatchi qo'lga tushmaguncha ovqat yeyish, suv ichish va uxlashni man qilaman. Tushunarlimi? Ha, sir. Sira ishongim kelmayapti. Detektiv Chu. Ha? Bu yerda nima qilyapsan? Bo'limga qaytib kelish haqida buyruq oldim. Nima? Shoshma. Onani oldida hech kim qolmadimi? Xavotir olma, diktofonni tashlab keldim. Xonim! Oyjon. Meni kechiring. Aytganingizni qilsam bo'larkan. Iltimos kechiring. Sujin, unaqa dema. Senda ayb yo'q. Noto'g'ri ish qilmagansan. Tezda yoningga yetib boraman. Bo'ptimi? Senchi faqat yig'lamagin. Oyjon, sizni yaxshi ko'raman. Menam asalim. Alo. Alo. Qizim, nega gapirmayapsan? Eshitganingdek, u hali tirik. Hamma talabingizni bajaraman. Faqat uni qiynamang. Qalbaki pul bilan aldamoqchi bo'ldingmi? Yo'q. Iltimos qilaman. To'g'risi unaqa qilmoqchi emasdim. Bor pulimni bankomatdan yechganman. Ochiq bu fikr mendan chiqmadi. Aytganimni qilganingda, hozir qizing yoningda. O'tinaman, qizimga azob bermang. Sen boshqa yo'lni tanla. Nima? Senga oxirgi imkonni beraman. Lekin bir narsani unutma, bu so'nggisi bo'ladi. Qora plastik paket olasan. Kanyon shossesiga chiqasan. Uzoq yurmasingdan yo'l ikkiga ayriladi. Mashinangdan odometrni 0 ga qo'yasan. Shu yo'nalishda roppa-rosa 7 kilometr yursang, Xong daryosi oldidan chiqasan. Hech qayerga qayrilmay to'g'riga ketaverasan. Gumondor Xong daryosi atrofida. Hamma bo'limlar o'sha yerga yetib borishi kerak. Markaziy bozorda qalbaki pul bo'yicha xabar oldik, ammo borgach hech kimni topa olmadik. Qanaqa qalbaki pul? Axir gumondor bu yoqda-ku. kilometr masofa yurgach, bir necha reklama taxtasiga ko'zing tushadi.
Birinchisini tagiga yetib borgach, mashinani to'xtatasan. Dvigatel va mashina chiroqlarini o'chirasan. Faqat avariya chiroqlari qolsin. Keyin esa boshingga plastik paket kiyasan. Ikki qo'lingni rulga qo'y. Shu holatda qimirlamay o'tir. Oxirigacha harakat qilma. Qizimni qaytarib berasizmi? Aldash niyatim yo'q. Xo'sh, keyinchi nima bo'ldi? Axir qanaqasiga ketib qoladi? Nega? Yordam kuchi yetib kelishga ulgurmadimi? Bolachi, uni o'limiga nima sabab bo'ldi? Jinoyatchi Ochig'i tushunmayapman. pulni olgach g'oyib bo'lgan. Sojin, axir qanaqasiga g'oyib bo'ladi? Nega? Yordam kuchi yetib kelishga ulgurmadimi? Bolachi, uni o'limiga nima sabab bo'ldi? Ochig'i tushunmayapman. Sojin, Bo'ldi bas. Detektiv Sojin. Abonent apparati o'chirilgan. Iltimos, ovozli xabar qoldiring. Sojinning onasiman. Bu ish bilan o'zim shug'ullanyapman. Faqat ba'zi kishilarning telefon raqamlari kerak. Sizdan oxirgi iltimosim shu bo'ladi. Chiqarchan raqami 560 224 145 1090 Yunji 631 215. Bu poyezd Yongsan stansiyasiga peshinda yetib boradi. Agar u yana avvalgi uslubdan foydalansa, jinoyatchi shu poyezd ichida bo'lishi kerak. Shimoliy Seul stansiyasiga yaqinlashyapmiz. Iltimos, tushayotganda buyumlaringizni unutmang. Orqaga. nima bo'ldi? Kapitan, hozir Shimoliy Seul stansiyasiga keldik. Shimoliy Seul. Tushunarli. Yetib borishga 2 daqiqa vaqt qoldi. Telefon budkasidagilar tayyor. Xonim, biz go'yoki yo'qdek deb o'zingizni imkon darajada tabiiy tutishga harakat qiling. Yaxshi, ryukzakni tik holatda qo'ying. Kuzatuvchi moslama ishga tushdi. Tez orada Yongsan stansiyasiga yetib boramiz. Iltimos, tushayotganda buyumlaringizni unutmang. Bu so'nggi bekat edi. KTI xizmatidan foydalanganingiz uchun minnatdormiz. Platforma askarlarga to'ldi. Chiqo'y, ma'lumot ber. Lekin bularning son sanog'i yo'q. O'tkazvoring. Uzr. Kechirasiz.
Bunaqada topolmaymiz shekilli. Askar ko'pligidan meni ham ko'rishdan to'sib qo'yishdi. Men ham turgan joyimdan ko'ra olmayapman. Zina tarafda ham yo'q. Tomdagilar balki senlarga ko'rinayotgandir. Hozircha yo'q. Ryukzak qimirladi. Nima? Trekker harakatda. Qaysi tomonga? Temir yo'l tomonga. Nishon harakatga keldi. Barcha yo'llar yopilsin. Hech kimni o'tkazmang. Qayoqqa ketyapsan? U g'oyib bo'lgach, butun stansiyani tekshirganmiz. Qanaqasiga yo'q bo'lib qolishi mumkin. Agar taxminim to'g'ri bo'lsa, mana bunday qilib. Trekker nishon 5-yo'l harakat qilyapti. Chetga o'ting, tezroq! Qimirlang! Qoching, qoching! Qochinglar! 5-yo'lga kelib to'xtab Bu qoldi. yerga qanday boriladi? Tarqalinglar! Qaytaraman 5-yo'l. 5-yo'l qaysi biri? Chetga o'ting! Qayerga ketdi? Signal yo'qoldi. Qaytaraman. Signal yo'qoldi. Nega unday bo'ldi? Qani, bu yoqqa. Sen o tarafga bor. Uni qo'lga oldim. Nima? Telefonni mashinada qoldir. Bobojon! Bom, qizim, qayerdasan? Javob ber. Bom. Bobojon! Bobojon!
Eshikni oching! Kimsiz o'zi? Meni chiqaring! Eshikni oching! Bobojon! 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 Meni qancha ushlab turganini bilmayman. U yer juda qorong'u. Hech qanday ovoz eshitilmasdi. O'sha ombor ichida aniq o'lib ketaman deb o'yladim. Keyin esa Formani kiyib, navigatorda belgilangan manzilga soat 11:30 da yetib bor. Agar biroz bo'lsa-da kech qoladigan bo'lsang, qizcha o'ladi. Bobojon, yonimga keling. Bobojon. iltimos, nabiramni topib bering. O'tinib so'rayman. Bu yoq qiziq bo'ldi, lekin ishonarli o'ynadi. Kamida bilvosita dalillar ham bor. Janob xon, nabirangiz buvam siz qora plastik paketdan topgan telefonga qo'ng'iroq qildimi? Ha, shunaqa bo'ldi. U holda telefon hozir qayerda? Ochig'i apparat yonimda emas. Nahotki Uni tashlab yubordim. Xo'sh, qani, poyezd daryoni kesib o'tishidan avval notanish shaxs menga yana qo'ng'iroq qildi va telefonni tashlab yuborishimni buyurdi. Men nabiramni qachon qaytarib olishimni so'radim. U plastik paketni devor osha tashlashimni aytdi. Aytganlarini bajarsam, bomni devorni narigi tarafida qoldirishga va'da berdi. har bitta so'ziga ishonibsiz-da? Yo'q, albatta. Undan kafolat talab qildim. Shunchaki menga ishon dedi. Shu yerda to'xtat. Orqaga aylantir. Yana ozgina qaytarchi. Xasar. Uyini tintuv qilish uchun order ol. Detektiv, nima? Bir qara. Mana. O'shami? Bola o'g'irlangan kun, ya'ni o'sha voqea ertalab 10larda yuz bergandi. Siz u vaqt yo'q ekaningizni aytdingiz. Yo'qolganidan 1 soat o'tibgina kelgansiz. Ha, dadamdan eshitgan zahoti uyga keldim. Taxminan 11 edi. Ammo o'g'irlik haqida soat 3 da xabar bergansiz, ya'ni jinoyat sodir etilgach 5 soatdan keyin. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir DNKda bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Oling. Nega darhol politsiyaga qo'ng'iroq qilmadingiz? To'g'risi, bunday qilishdan dadam qaytardi. Politsiya aralashsa, ish battar murakkablashadi dedi. Nega
Unaqa degan? O'g'ri albatta qo'ng'iroq qilishi, uni talablarini bajarsak, qizimizni yana sog'-salomat ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Jungyon, Azizim, Talablarini bajarsak, qizimizni yana sog'-salomat ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. ismi Xanchxol. Ish joyi Xanchxol Elektr. Hansin Electronics. Ha, 20 yil davomida ishlagan. Qayerda ekan? Qaytarchi? Hansin Electronics. Shuni aniqroq aytganda, Ha, Hansin Electronics ishchisi bo'lgan. AVF fondi bo'limida Xalqaro valyuta fondi HVF'mish. HVF shunda janub tarafga ko'chib ketadi. O'sha yerda shaxsiy fermasini ochadi. Mol, qo'y, echki degandek. Bo'ldi, bas qil. Chorva ichida o'lat tarqab ketgach, ko'p o'tmay bankrot bo'ladi. Ammo u bo'sh kelmay, yangi biznes haqida bosh qotira boshlaydi. Bankdan bir necha marta kredit so'rasa-da, u yerdan ketma-ket rad javobini oladi. Bo'mni otasi kredit bo'limi rahbari edimi? Ha, Shularni tushuntirib bermaysanmi? xo'p bo'ladi. Telefon budkasida topilgan sigareta qoldig'idagi DNK Xanchxolni namunasi bilan mos tushadi. Hamda uning mashinasi yarim tunda pullik ko'prikdan kameralarda ko'rinib qolgan. Ammo gumondor qat'iy turib, meni bu vaqtda garovda ushlab turishgandi deb aytgan. Bu esa axlat mashinasidan surat topilishidan 1 soat avval edi. Eng qiziq tomoni esa, buning ustiga jabrlanuvchi arizani ham kechiktirib bergan. Shoshma. Namuncha murakkablashtirib yubormasang. Gap shundaki, topilgan surat. Xalaqt qilma. Indamay o'tirgin. Qani, Ha, dokladni soddaroq qilasan. Matbuot uchun tushunarli bo'lishi kerak. Kelishdikmi? Shuningdek, boshqa dalillar ham topilgan. Ko'rib turganingizdek, bu o'g'rilik puxta reja bo'yicha amalga oshirilgan. Endi yig'ilgan ma'lumotlar bo'yicha o'z xulosamizni bayon qilsam, Chxol uni garovga olishgani haqidagi gaplarini faqatgina tergovni chalg'itishga urinish maqsadida aytgan. Shu bilan matbuot anjumaniga Bitta savolim bor edi. Xo'sh, eshitaman. Nega shuncha dalil bo'lsa-da gumondor aybini tan olmayapti? Bu holat haqida nima deysiz? Xo'sh. yana bir marta so'rayman. Xo'sh, bola qani? Nega qayta so'rab yotibsiz? Menda ayb yo'q. Haqiqat yuzaga chiqib turibdi. Bekorga vaqtni o'tkazyapmiz. Nima uchun aytgan gaplarimga ishonmayapsiz? Haqiqiy jinoyatchi meni shu ishlarni qilishga majburladi. Detektiv, sizdan o'tinib so'rayman. Iltimos, o'g'rini toping. Nabiram qiynalib ketgandir. Sho'rlik bolam. Hayronman. Shuncha dalil isbot bo'la turib, gumondor haligacha Buyurtma keldi. aybni tan olgani yo'q. Qayerga qo'ysam bo'ladi? Mazali chiqqanga o'xshayapti. Qani, boshladik. Yoqimli ishtaha. Sovib qolmasdan avval olsang-chi. Chuqurroq razm solsa, afti haqiqiy jinoyatchiga o'xshaydi. Lekin Nima? hammasi ochiq-oydin. Jinoyatchi telefonda gaplashib bo'lgach, budkadagi hamma izlarni o'chirgan, ammo voqea sodir bo'lgan joyda sigareta qoldig'i tashlab ketgan. Buni ataylab emas, odati bo'yicha qilgan bo'lishi ham mumkin. Bironta ham barmoq izi qoldirmagan shaxsmi? Shu haqda o'ylab ko'r. Beshinchi raqamli dalil bo'yicha yangilik yo'qmi? Surat tunda olinibdi. Kamiga mashina yuqori tezlikda Men bo'lgan. ishonmayman.
Bu isbotni sud qabul qilmaydi degan fikrdaman. Keyin Xanni uyida olingan suratga kelsak, u qamoqda o'tirgan chog'ida jinoyatchi bomni bemalol o'sha uyga olib borib suratga olsa bo'lardi. Bu bilan nima demoqchisan? Xanni juda erta jinoyatchi deb e'lon qilib yubordinglar. Ko'p dalillar e'tiborga olinmadi. Demak, hamma ishimiz xato ekanda. Uni garovda ushlab turilgan joyini tekshirdingizmi? Shu safsataga ishondingmi? Uni qo'lga olganimdan keyin ham ryukzakni devor ustidan otib yuborishga uringan. Shuni o'zi g'alati emasmi? Seningcha? Bitta narsaga aniqlik kiritsak, uni sen emas, men ushladim. Kishanlar meniki edi. Bo'ldi, tushunarli. Aytchi, nega telefon budkadagi barmoq izlarini o'chirgan? Qo'lqop kiygan bo'lsa, barmoq izlari tushmasligi kerak. Agar boshqalarni izlarini qoldirganida edi, ularning barchasi gumondorga aylanishi mumkin edi. Buning oqibatida esa tergov uzoq muddatga cho'zilardi. O'ylab ko'r, nega hamma izlarini erinmay o'chirib chiqadi-yu, aynan sigareta qoldig'ini tashlab ketadi? Kim bo'lsa ham juda aqlli nusxa ekani aniq. 15 yil avvalgi jinoyatni birga bir qaytarib namoyish qildi. Shu bilan birga rejasi yanada puxtalashdi. Tavakkal esa kamaydi. Nishonga olgan oilasini diqqat bilan kuzatgan. Ularga borgan sari yaqinlashgan. Qischadan esa tuzoq sifatida foydalangan. Maqsad Xanni qamab qo'yish bo'lgan. Keyin esa Xanni bola o'g'risi sifatida taqdim etish. Jabrdiyda bilan avvalgidek muloqot qilavergan. Ammo shu bilan birga o'z hayotini umuman xavfga qo'ymagan holda Xanni qo'lga olgan vaqtimizda haqiqiy jinoyatchi devorni narigi tarafida bo'lgan. Seni juda yaxshi tushunyapman. To'g'ri, katta ishlarni amalga oshirgansan, lekin baribir kishanni men taqdim. Havasim kelyapti, barcha shon-shuhrat menga nasib qiladigan bo'ldi. Ey, Kang, Bo'ldi qilgan. Nahotki o'z kasbdoshingning yutug'ini ko'ra olmasang? agar chol qilmagan jinoyati uchun aybdor deb topilsa, keyin nima qilasan? Bu vaqtda esa haqiqiy o'g'ri jazodan qutulib qolsa, vijdoning qiynalmaydimi? Kim bor? Uyda kimdir bormi? Iltimos javob bering.
uzmedia.tv. Eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. Audio yozuv suhbatlarni tahlil qilish. Plyonka qattiq zarar ko'rgan. Bobojon! Bobojon! Shu yerda nimadir bor. Mana bu to'lqinni ko'ryapsanmi? Bobojon! Bobojon-de. Bobojon! Bobojon-de. Bobojon! Bobojon! Kimdir qulog'iga pichirlaganga o'xshaydi. Bu o'sha aynan men izlayotgan shaxs. Yo'ldan qoching. Bola qani? Savollarga javob bermaysizmi? Tezroq chiqing. Iltimos savolimizga javob bering. Bizni savollarimizga kim javob beradi? Bola qani? Meni nohaq ayblashdi. Aybdor emasman. Bu tuhmat. Eshikni yop. Yop eshikni. Hali ham tushunmadingizmi? Cholga bunday qilishni nima keragi bor? O'z nabirasini o'g'irlab nima qiladi? Oyog'ayni, bu kabi jinoyatlar odatda pul ishlab olish uchun amalga oshiriladi. Qishloqda uzoq qolib ketganing foyda bo'pti. Miyang zararli fikrlardan tozalanibdi. Hozirgi kunda odamlar arzimagan sabab bilan birovni o'ldirib yuboryapti. Detektiv, bu darajada sodda emasding-ku. Buni xan ushlab turilgan ombordan topdim. Ko'rsatmadagi gaplari bir xil. Fonda eshitilib qolgan ovoz bor. Detektiv, bilsang shaharni bu qismi unchalik mehmon do'st emas. O'zingga juda bino qo'yib yuborma. Tushunmadim. Arzimagan mayda-chuyda isbotlarga yopishib olib, haqiqiy jinoyatchini qo'lga olib, sudga topshirish imkoniyatidan voz kechyapsizmi? Shoshma. Arzimagan dedingmi? Haddingdan oshib ketmadingmi mabodo? Shunchaki 15 yil avval yo'l qo'ygan xatolaringni mard bo'lib tan olishni istamayapsan. Axir o'zing Kanga shu kabi jinoyat yana qaytarilsa edi degan ekansan. Bunga nima deysan? Eslab qol, o'zingni oqlash uchun meni ishlarimga xohlaganingcha burningni tiqishingga yo'l qo'ymayman. Yana bir narsani unutma. Bu ish 15 yil avvalgi senikiga umuman aloqasi yo'q. Aynan o'sha ish tufayli meni qidirgansiz emasmi? Ba'zi o'xshash jihatlar bo'lgani uchun maslahat uchun so'raganman. Endi asabimga tegishni boshlading. Jabrdiydaga hech bo'lmasa gumondor haqida aytib bermaysizmi? Aytingchi. Hozir bola qayerda? Bir kishini qo'lga oldingiz, lekin yo'qolgan qizcha qani? Eshit. Taxminimizcha bolani o'ldirgan. O'ldirgan?
Jasad topilmagani uchun u ayblovdan qutulib qolishi mumkinligini juda yaxshi biladi. Balki biron yerga xufiyona ko'mib yuborgan bo'lishi ham mumkin. Bola o'g'irlash va keyin o'ldirish. Kamida 15 yil beriladi. Nimalar deyapsiz? Chala yarim taxminiy dalillar bilan bir kishining hayotini barbod qilasizmi? Ahmoq ekansan. Yo'qotinglar buni meni ko'zimdan. Yo'qoting tez. Haqiqiy qotil ozodlikda yurishiga imkon beryapsiz. Shuni hech qachon unutmang. Shunaqa ham qaysar bo'ladimi? Tavba. Shoshmang. Yana bir gap. Sen aytgan chala ish shumi? Telefon budkasidagi ovoz bilan Xanna ovozi mos tushdi. Ana shunaqa. Moslik 99 u 10% darajada. Ryukzakni shimoliy darvoza tomondan tashlaysan dedi. Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Insonning ovozi xuddi barmoq iziga o'xshaydi. Uni boshqasi bilan almashtira olmaysan. Uringandan foyda yo'q. Buni qanday qildingiz? Nimani? Axir bu qalbaki-ku. Ey, tilingga ehtiyot bo'lganing ma'qul. Detektiv Kang, seni kapitan xonasiga chaqiryapti. Hozir. Yaxshilab tanishib chiq. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Ha? O haligi 15 yil avvalgi bola o'g'irlangan voqea esingizdami? Nima? Esingizda turibdi-ku. Oxirgi yetmagan tufayli sen aqldan ozaydigan ishmi? O'sha yozuvlar hali ham saqlanganmi? Ochig'i, Qolganmi yoki yo'q? nima desam ekan? Balki qolgandir, balki yo'qdir. Bu safar pulini beraman. Mana buni tekshiring. Meni boshqa tashvishim yo'qmi? Endi ham montaj bilan ishni bitirib ketaman deb o'ylama. Bo'lmaydi. Pulini beraman dedim-ku. Iltimos, gapimga ishoning. Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Nega buni sifat yomon? Bu aslidan nusxa olinganmi? Nega unaqa savol beryapsiz? Meni ahmoq deb Shovqin haddan ortiq ko'p. Qara, Iltimos, mana bu qo'shilgan. gapimga ishoning. Ayolning ovozi tiniq eshitilyapti. Lekin ikkinchi tovush montaj qilib aralashtirilgan. Gumondor ovozini o'zgartirish uchun filtrdan foydalangan taqdirda ham sifati bundan tuzukroq bo'lishi kerak edi. Mana o'zing qaragin, ovoz to'lqinlari balandligidagi farqni sezyapsanmi? Nega unday bo'lgan? Qayerdan bilaman? Shunchaki senga faktni aytyapman. Bo'pti. Xo'sh, nima izlayapsan o'zi? Mana shu lentada 15 yil avvalgi gumondorning ovozi bor yoki yo'qligini bilishim kerak. Detektiv, bu nima hazilmi? Buni aniqlash uchun qancha vaqt ketishini bilasanmi o'zi? Ha? Oldindan $3000 bersang, urinib ko'raman. Kami bo'lmaydi. Yo'q. O'zing bilasan. Yo'qmi? Hech qachon. Balki o'ylab ko'rarsiz. Nimani o'ylayman? Bizga mehmonga borganingizda bardagi voqea esingizdami? Rosa ichib mast bo'lib qolgandingiz. Yoki nima voqealar bo'lgani esingizdan chiqib ketdimi? Sen meni qo'rqitmoqchimisan? Tergov bo'limida ishlashimdan foydalanib, oila a'zolaringizni telefon raqamlarini topa olaman deb o'ylayman. Yo'q, qo'ysang-chi. Anchadan hech kimga surat jo'natmagandim. Bunaqa qilishing adolatdan emas. Sojin. Ey, uyg'onsang-chi. Menda natija bor. O'xshadimi? Xo'sh, nima gap? Cho'zmay gapirsangiz-chi? Rosa qiyin bo'ldi. Qanday tushuntirsam ekan?
ikkita ovozni solishtirdim. To'g'rirog'i 4 ta ovozni desam bo'ladi. 4 ta? Avvaliga bu ovozni kasetadagi tovush bilan taqqoslab chiqdim. Qiziq joy shu yerdaki, tovush gumondor emas. Jabrdiydani ovozi bilan mos keldi. Nimalar deyapsiz? Bolani onasi ovozi bilanmi? Yana bir qiziq joyini eshit. Eski va hozirgi gumondorning ovozi bir xil bo'lib chiqdi. Bunaqa tasodif bo'lishi mumkin emas. Esingda bo'lsa, faqat jinoyatchining ovozi o'zgartirilgandi. Keyin o'sha shovqinni sababini aniqlashga urinib ko'rdim. U yerda xuddi nimanidir, deylik, plastik idishga nimanidir urganga o'xshash chiqillash ovozi bor ekan. Eshit. Bu nima bo'lishi mumkin? Mabodo senga tanish tuyulmayaptimi? Bu ayni o'sha ovoz bo'ladi. Nima? Qanaqasiga? Demak, kimdir hozirgi ishda 15 yil avvalgi voqeadagi gumondorning ovozidan foydalangan. Gumondor ovozini asli hozirgi ishdagi ovoz bilan aralashtirgan bo'lib chiqyaptimi? To'ppa to'g'ri. Shu sababli ovoz sifati ham past. Endi mana buni eshit. Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? U gapirayotgan vaqtda ovoz sifati juda past. Ammo fonda o'tib ketayotgan mototsikl ovozi aniq va u sifatli. Qanaqasiga? Ishonarli chiqishi uchun. Bu degani 15 yil avvalgi ovoz sifati shunaqa bo'lishi mumkinmi? Bunga nima deysiz? Sababi vaqt o'tishi bilan plyonka to'kila boshlaydi. So'nggi 15 yil ichida magnit tasma ancha zarar ko'rgan. Qayta ko'p marta eshitiladigan bo'lsa, sifat borgan sari yomonlashadi. Oyijon, kechiring. Ko'rdingmi? U tirik. Telefoningni mashinada qoldir. Bobojon de. Bobojon! Xagyon xonim. Eshitaman? Xagionman. Xullas ishga o'tsam. Sizdan oxirgi iltimosim shu bo'ladi. Chixotchan. Raqami 560 224 145 1090. Yunji 631 215 145 026 86. Hancho 5807. Bobojon! Bom. Yo'lda mashina ko'pmi? Buvayni yaxshi ko'rasanmi? Ha? Shunaqami? Meni sog'inib qolibsan-da. Bobojon!
o'sha ayol qayerda ekanini aniqladim. Kecha u telefonidagi ovozli xabarlarni tekshirgan. Hozirda Xomi sohili tarafdagi Paxang qishlog'ida. Bu yagona yo'l edi. Nima qilib qo'yganingizni bilyapsizmi? Hozir nima desam ham baribir meni tushunmasangiz kerak. To'g'ri. Harakat qilsam ham sira aqlim yetmaydi. Bunday qilishga nima haqqingiz bor? Shunaqasiz deb o'ylamagandim. Qizaloq mazza qilib kulayotganiga ko'zim tushgan edi. O'zimni ushlay olmadim. Bolajonim sovuq tuproq ichida yotganini o'ylab, tunlari uxlamay chiqaman. Necha yildirki, Shunaqa bo'lgan taqdirda ham bunday qilish noto'g'ri. nega endi? Ular menga shuncha azob berishdi. Nega men ham qasos olishim mumkin emas? Ayting, nega menga ruxsat berilmaydi? Yoki jinoyatchini o'ldirishim kerakmidi? Balki shunaqadir. U qaytib kelganini eshitgandan keyin o'zimni qo'yarga joy topolmadim. Uni qo'lga olaman deb o'yladim. Bu safar qo'limdan chiqib keta olmaydi dedim. Plyokadagi ovozini eshitgandan keyin esa o'sha ekanini tushunib yetdim. Lekin nega unday qildingiz? Boshqa choram bormidi? 2 soat vaqtim qolganidan kim meni ogohlantirdi? Hammasini unutishim kerakligini kim aytdi? Bo'pti, men hech narsani ko'rmadim. Hoziroq keting. Qizchani esa olib ketaman. Yo'q, bunday qila olmaysiz. Bunga aslo yo'l qo'ymayman. Na bugun, na keyin. Butunlay aqldan ozibsiz. Ha, menga umuman farqi yo'q. Xohlagan narsangizni o'ylayvering. Ammo hozir vaqt emas. Hali rejam oxiriga yetmadi. Menga ozgina vaqt bering. Nima uchun vaqt berishim kerak? U qilgan ishi uchun hali pushaymon bo'lmagan deb o'ylayman. Aslida 15 yil avvalgi jinoyati uchun jazolanishi shart edi. Shunda adolat qaror topmaydimi? So'nggi 15 yil ichida qay darajada azob-uqubatlarni boshdan kechirganimni hech qachon tasavvur ham qila olmaysiz. Iltimos, hozircha shunchaki meni tinch qo'ying. O'tinaman sizdan. Hech bo'lmasa, sudgacha chidab turing. To o'sha ablah qamalmaguncha, o'sha ongacha qizcha meni yonimda bo'lib tursin. Sizdan yolvorib so'rayman. Iltimosimga yo'q demang. O'tinaman. Va nihoyat yuzma-yuz keldik. Nega unday qilgansiz? Gapingizga tushunmadim. Bunday razillikka nima uchun borgansiz? Bu gapni 100 marta aytdim. Yana qaytaraman. Meni umuman aloqam yo'q. Aslida jabrdiyda menman. 15 yil avval bu fotorobot kuryerni so'zlari bo'yicha chizilgan. U furgonni olib qochayotganingizni ko'rgan. O'sha yigit yana guvoh edi.
Bir qaraganda uncha o'xshamaysiz. Balki shu sababli tergov izdan chiqib ketgandir, a? Yurakdagi juda ham murakkab operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi deb eshitdim. 12 yoshli Junyon ismli qizaloq yashashi uchun ikkinchi imkon berildi. 19-yil kuni nabirangiz Bomni onasi qayta hayotga kelgandek bo'ladi va bu sana siz uchun ham hayotni yagona pog'onasiga aylandi. Toki so'nggi sanagacha. Ya'ni jinoyat uchun javobgarlik muddati tugashi aynan shu kunga to'g'ri keldi. o'n 15 yil xuddi kalamushdek inda yashadingiz va o'sha kun kelishini sabrsizlik bilan kutdingiz. Sizga nimalar deyotganingizni... Yaxshi jim bo'ling. 15 yil avval o'sha kuni yarim tunda o'g'irlangan mashinada daryo bo'ylab ketayotgandingiz. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir denkada bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet.
Suji. Qizim, men shu yerdaman. Yoningga yetib keldim. Iltimos ko'zingni och. O'zingga kel bolajonim. Hushingga kelsang-chi. Giyonga qancha azob berganingizni bir zumgina tasavvur qilib ko'ring. Sho'rlik ona 15 yil qanday hayot kechirdi. Har safar ko'zimni yumsam o'sha tunda baqirgan ovozi tinmay eshitiladi. Chidab bo'lmas og'riq. Chorasiz qolgan ayol. Yo'lga gul qo'yganingizni aniq ko'rganman. Bir necha soniyaga bosh egib turdingiz. Afsus chekdingizmi? Yoki undan yolvorgancha kechirim so'radingizmi? Yo'q. Shunchaki o'zingizni tabriklagansiz. Zulmatdan chiqish fursati yetgani uchun xursandchilik edi bu. Kechirim so'rash uchun gul olib kelish bilan o'zingizni go'yoki tinchlantirgan bo'ldingiz. Vahshiy ekansiz. Hech qachon kechirimga loyiq bo'lmaysiz. Chunki bunga arziydigan odam emassiz. Axir qanaqasiga o'zining bolasini qutqarib qolish uchun birovnikini o'g'irlash mumkin. Detektiv, uylanganmisiz? Nima? Bola katta qilish to'g'ri kelganmi? Hech o'lim yoqasida turgan, farzand tepasida turganmisiz? Bechora qizaloq tirik qolishi uchun tinmay kurashib yotibdi. Sizni esa biron bir chora ko'rish qo'lingizdan kelmaydi. Nimalar his qilganimni siz qayoqdan ham bilardingiz? Ha, o'sha qizchani o'g'irladim va qizimni qutqarib qoldim. Katta pul evaziga. Men o'rnimda bo'lsa o'sha ayol ham xuddi shunday qilgan bo'lardi. Chakagingizni o'chiring. Uni o'ldirish niyatim yo'q edi. Qaysarlik qilmay gapimga quloq solib, ahmoqlik qilib qochib ketishga urinmaganida, hozir u tirik bo'lardi. Lekin u baqirgancha yugurib ketdi. Gunohim uchun o'sha tunda jazo olib bo'lganman. O'shanda meni kechirishgan. Qarz egasiga qaytarilgan. Hammasi tugagandi. Nabirangiz uyga qaytishini xohlaysizmi? Bu bilan nima demoqchisiz? Qizaloq hozir meni qo'limda. Bola yodga solinsa, ko'zga darrov yosh keladi. Jabrdiydani ko'z yoshlari. Shu yerda xatoga yo'l qo'ygan ekanman. O'zingizni jabrdiyda deb hisoblab, bu voqealarga sira aloqam yo'q degan fikrda bo'lgansiz.
lekin bu safar ham nohaqsiz. Hozir ikkalamiz bitta ish qilamiz. Detektiv Kang, hozirgina qizcha qayerda ekanini aniqladim. Shuningdek, qo'limda Xanchxol aybiga to'liq iqror bo'lgani haqida dalil bor. Bolani qayerda saqlayotgani haqida ma'lumot ham berdim. Tashlandiq uy ichida maxfiy bir xona bor. Qizchani o'sha yerdan topasiz. Ayblanuvchi, sud sizni 15 yillik qamoq jazosiga hukm qiladi. Suji, yoningga keldim. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Suji 1990-1997 yillar. Bom, kel seni suratga olaman. Shu yerda qimirlamay tur.